Keyin Sulaymon Rojihiy bir yaxshi bir mashinani kalitini oladi va Makkadagi eng chiroyli qurilgan uylarning kalitini olib ustozlarning oldiga boradilar. "Ey ustoz" deydilar, "Meni tanidingizmi?" deganda ustozlari ham yoshlari katta, qarib qolgan bo'ladi, tanimaydi. "Yo'q, men seni tanimadim. Kimsan?" deydi. "Men" deydi, "Sulaymon Rojihiyman. Siz meni o'qituvchim bo'lgan edingiz. Eslaysizmi? O'sha Makka sayohatiga menga 1 riyol pul berib, sinfdoshlarimni oldida uyaltirmagan edingiz. O'sha 1 riyolda haqqini bergani keldim" deydi-yu, ustozini mashinaga o'tkazadi. O'sha Makkadagi bir chiroyli qurgan uyga boradi-yu, o'sha uy bilan mashinani ustoziga hadya qiladi. Va ustoziga aytadiki, "Agar o'shanda men uyalib qolgan bo'lganimda edi, sinfdoshlarim orasida ilmga bo'lgan muhabbatim so'ngan bo'lar edi. Men hozirgi holatimda, ya'ni shu boyliklarni to'plamagan bo'lar edim. Hammasiga o'sha 1 riyol sababchi bo'ldi ustoz. Sizga rahmat" deb ustoziga o'sha 1 riyolni qaytarish evaziga bitta uy, bitta mashina hadya qiladi. O'sha Sulaymon Rojihiy mana shu hozir sizga ko'rsatgan masjidimizni qurganlar va Oysha masjidi deb ataganlar o'zlarining onalarini nomlariga bir masjid barpo qilgan Makka shahrida. Sulaymon Rojihiy 97 yoshlarida vafot qiladilar. Vafot qilganlariga vallohu alam 3 yil 4 yil bo'ldi. 100 yilda bu tarix hisoblanadi. O'shandan keyin Sulaymon Rojihiyda hozirgi kunda eng katta vaqflari bor. Bu vaqflari eng nochor davlatlarga, masalan Afrika davlatlariga hozirgacha yordam qiladi va Saudiya Arabistondagi eng birinchi va eng boy vaqfni o'zlari tuzib berganlar. Bu Rojihiy vaqfi deyiladi. Rojihiy banklari bor, ko'rgan bo'lsangiz inshaalloh yo'llarda ham ko'rib qolasiz va inshaalloh ko'rganingizda mana shu suhbatimiz inshaalloh sizga ham eslatma tariqasida aytib o'tdik. Alloh azza va jalla bizni ham zurriyotlarimizdan, farzandlarimizdan Alloh taolo mana shunday ehson sohiblaridan chiqishligini Allohim hammamizga nasib qilsin.